Hozir esa bizda So'raga edingiz sahifasi, unda yangi o'zgarishlar ish beruvchilar ham, ishchilar uchun ham aniq chegara va kafolat yaratadi. Keling, bu kafolatlar nimalardan iborat birgalikda bilib olamiz. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-avgustda qabul qilgan 126-sonli farmonlariga muvofiq 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab mahalliy mehnat organlari tomonidan yuborilgan xodimlarni aynan o'sha davlat tashkilotida, korxonasida ishga qabul qilganlikni rad etganligi holati uchun ma'muriy huquqbuzarlik sifatida e'tirof etilmaydigan bo'ldi. Bundan tashqari tashkilotdagi bo'sh ish o'rinlari haqida hisobotlarni majburiy ravishda berilishi nazarda tutadigan tartib ham olib tashlanmoqda. Ushbu holatni ish beruvchilarga demak imtiyoz sifatida, kafolat sifatida aytsak bo'ladi. Undan tashqari ushbu farmonga ko'ra mehnat shartnomasini va boshqa mehnat munosabatlarini tartibga soladigan hujjatlarni rasmiylashtirishda ish beruvchilarga imtiyozlar berilmoqda. Ya'ni xodimlarni ishga qabul qilishda mehnat shartnomasini tuzishni o'zi yetarli ekanligi, undan tashqari xodimni boshqa doimiy ishga o'tkazganda ham aynan ushbu mehnat shartnomasiga kiritilgan o'zgartirishlarning o'zi yetarli ekanligi. Ya'ni ushbu holatda rasmiylashtirilish jarayonida buyruq chiqarish tartibi olib tashlanmoqda. Bundan tashqari Mehnat kodeksining 161-moddasi 2-qismi 5-bandiga asosan amaliyotda muammoli bo'layotgan qismi, ya'ni bir marta qo'pol ravishda buzishni nazarda tutadigan holatda ish beruvchining tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilish tartibi soddalashtirilmoqda. Ya'ni barcha davlat tashkilotlari uchun bir marta qo'pol ravishda buzilishi jarayonlari barcha davlat tashkilotlari uchun belgilab qo'yilmoqda umumiy tarzda.